Qozog'istondamiz. Hammanam biror joy shu yer. Boymisan, kambag'almisan, sog'lommisan, kasalmisan, kuch ko'pmisan, kuchi yo'qmisan, farqi yo'q. Chiroylimisan, xunukmisan, yoshmisan, qarimisan. Bir oylik chaqaloqdan tortib 100 yoshga yetganlar ham hammasi yotishibdi. Boyi ham kambag'ali ham bir xilda. Aytishadi, bolam o'liklardan qo'rqqan deb. O'liklardan emas, tiriklardan qo'rqish kerak edi. O'liklar hech bo'la qila olmaydi mana. O'ziga o'zi ham yordam bera olmaydi. Tiriklar bir-birining go'shtini yeb, yer talashgan, suv talashgan, mol-mulk talashgan. To'qqiz 2016 yil. Hozir yaqin son 1924 yil, 2018 yil. İşte 100 yoshga kirgan. Bu yerda mana Erkinboyev Bekzodbek 1993 yil, 2018 yil. 30ga kirmagan bola. 20 yosh. 25 yosh atrofida. Ana qiz hali 20ga ham kirmagan. 2000 yil, 2018 yil. O'zbek va Muxlisa Bonu Azimjon qiz ekan. O'ylamanglar, 50 yil yashayman, 100 yil yashayman deb. Qancha yoshlar yotibdi bu yerda. Shuning uchun kunni ham g'animat bo'lib vaqtida namoz o'qib, Allohni tanish kerak. Men dadajonim shu yerda yotibdi. Vaqtimi to'rar ekan.